alaykum. Barcha ustakalarga savol bor. Xullas, uyda egasi laminat olib kelgan, ustaga hisoblatmasdan, bu yoqda 3 ta dona kamlik qildi. 3 ta dona yetmagandan keyin mana bu tusokni olib magazinga bordi, olingan joyga borilganda menga xuddi o'sha mana shu bilan ber degan. Xullas, laminatni bergan ular 3 ta dona. Bu yoqqa olib kelgan. Olib kelgandan keyin ustalar, ya'ni biz uni tekshirib ham o'tirmasdan joyiga kesib qo'ygandan keyin qarasak, bittasi 08, bittasi 07. Biz tergan 07 edi, 08 ni berib olgan. Endi savol shunaqa bo'lyaptiki, kim aybdor bu yoqda? Do'kon aybdormi yo ustalar bu yoqda tekshirib olish kerak edi? Nima deb o'ylaysizlar? Shuni kommentariyada yozib qoldirsalaringiz yaxshi bo'lardi. Meni o'ylashim bo'yicha, meni fikrim, do'konga xuddi mana shunaqasini ber deganmi, xuddi mana shunaqani olib kelish kerak edi. Biz esa buni joyiga qo'ya olmasdik. Nega deganda, bu joyga bitta butun sig'maydi. Kesib qo'ymasangiz, uni tekshirishning iloji yo'q. Shu savolni javobini sizlardan kutib qolaman. Salom do'stlar.